Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Xush kelibsizlar Speedrunnerlar Akademiyasiga. Sizning 5 daqiqa vaqtingiz bor portaldan o'tib olishingiz uchun. Agarda sizlar buni uddasidan chiqa olsangiz, sizlar Speedrunnerlar maktabini o'quvchisi bo'lasizlar. Speedrunnerlar maktabi Minecraftdagi juda ham tez o'quvchilar uchun yaratilgan. Minecraftdagi o'quvchilar tabaqalarga bo'linadi. Oddiy darajadan yuqori darajagacha. Buning uchun ular Ender ajdarhosini mag'lub qilishlari lozim. Men Speedrunnerlar maktabining imtihonini topshirib bo'lganimdan so'ng, men Minecraftdagi eng tez speedrunner bo'laman. Xayriyat, bu yerning imtihonlari juda ham qiyin bo'lmaydi. Bilasizlar, mening bir qobiliyatim bor. Men boshqa o'yinchilardan ko'ra farqim bor. Men juda ham tezman. Bunday qobiliyatim bilan men barcha imtihonlarni osonlikcha topshiraman. Xo'sh, demak bugun mening speedrunnerlar maktabidagi topshirig'im yer osti dunyosiga tushish uchun portal qurishim kerak. Mening speedrunnerlik qobiliyatim meni eng yaqin qishloqqa olib boradi, chunki ko'proq yog'och izlashim kerak. Keyin esa mening qobiliyatim bu yerdagi eng yaqin g'orga olib boradi. Mana shunda men olmos topib, olmosli kirka yasabilaman. Keyin esa devorni buzib, yer ostiga tushadigan portalni topaman. Mana shunda meni 10 ta obsidian blokini olish imkoniyatim bo'ladi. Bular menga yana bir portalni qurishim uchun yetadi. Mana shunda men speedrunnerlar maktabiga borib portalni quraman. Keyin esa uni ishga tushirish uchun uni yo'qaman. Mana shunda men imtihonlarni a'lo darajada topshirib speedrunner bo'laman. Sen yiqilding. Tushunmadim, nima? Qanday? Men bu portalni boshqalardan ko'ra tezroq qurdim. Ko'ryapsanmi? Kech tushib qoldi. Men sizlarga 5 daqiqa vaqt bergan edim. Esingiz joyidami? Men qo'limdan kelguncha tezroq harakat qildim. Bo'lmasa mendan keyin kelgan ikkita o'yinchilar ham, ular ham imtihondan yiqildimi? Yo'q, ular osonlikcha topshiriqni bajardi. Nima? Ustimdan kulyapsizlarmi? Sizlar boshqa tarafga izlab ketganingizda, men mana bu yerga turgan portaldan ularga foydalanishga ruxsat berdim. Yo'q, xudoyim, menimcha sizlar meni ustimdan kulyapsizlar, to'g'rimi? Yana qandaydir bir topshiriq bering. Men speedrunnerlar maktabiga kirishni xohlayman. Yo'q, men ko'rgan eng yalqov speedrunnerlardan biri ekansan. Menimcha oshna, bu maktab sen uchun emas ekan. Mana shunday qilib mening speedrunner bo'lish orzuyim chippakka chiqdi. Men bu maktabga kirib imtihonlardan o'ta olmadim. Dunyodagi eng tez speedrunner bo'lishni orzu qilmasam ham bo'ladi. O'zi qanday qilib speedrunner bo'lishadi? Xo'sh, men speedrunnerlar mamlakatidaman. Hattoki oddiy aholilar ham speedrunner ekan. Bunday mamlakatda tirik qolish uchun sen juda ham tez o'yinchi bo'lishing kerak. Menda ham ozgina speedrunner bo'lish qobiliyati bor, lekin men bu yerdagi eng yalqov o'yinchilardan biriman. Xullas, men o'zimga tanish bo'lmagan qishloqchaga kirib qoldim. Bular bilan hali hech qanday aloqam yo'q. Siz bir narsani bilishingiz kerak. Speedrunnerlar hayoti juda ham qiyin hayot ekan. Agar sizning sandig'ingizda buyumlar bo'lsa, kimdir uni tezda kelib o'g'irlab ketishi mumkin. Agar siz go'sht yemoqchi bo'lsangiz, uni ham tezda olib ketishadi. Lekin eng yomoni shundaki, bu yerda uxlash mumkin emas. Men o'zimni kravatimni yashirishga harakat qildim, lekin buni foydasi yo'q. Chunki speedrunnerlar uchun kravat bu eng kerakli buyum. Men kravatni qo'yib, endi mizg'ib olaman degan bir paytda speedrunnerlardan biri kelib kravatni olib ketadi. Speedrunner bo'lish bu juda ham maroqli. Men esa speedrunner bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'ldim. Eng yomoni shundaki, speedrunnerlar maktabiga qayta qabul qilishmaydi. Yana bir muammo shundaki, speedrunnerlar maktabiga kirish uchun senda faqat bitta imkoniyat bo'ladi. Meni esa qayta qabul qilishmaydi. Qani eshikni och, speedrunnerlar maktabidan keldik. Tushunmadim, qayerdan deydi? Eshikni ochishim bilan eshikni tagida kitob ko'rdim. Bo'lishi mumkin emas. Bu men o'ylagan narsami? Seni tabriklayman, Evo. Seni speedrunnerlar imtihoniga taklif qilamiz. Agar sen imtihondan o'tadigan bo'lsang, sen speedrunnerlar maktabiga qabul qilinasan. Qoyil, meni yana qayta taklif qilishdi. Men speedrunner bo'laman. Men ertasi kuni speedrunnerlar maktabiga yo'l oldim. Albatta qayta imtihon topshirish uchun. Lekin bu safargisi boshqacha bo'ladi. Men albatta imtihondan o'taman. Nimaga boshlan? Sen ham imtihon topshirishga keldingmi? Salom oshna, mening ismim Zavqi. Speedrunnerlar maktabi shumi? Men speedrunner bo'lishim uchun qandaydir imtihonlardan o'tishim kerak ekan. Oshna, bu juda ham qiyin bo'ladi. Sen 5 daqiqa ichida portal qurishing kerak. Chunki men bir marta imtihondan yiqilgan edim. Salom bolalar. Imtihon boshlandimi yoki biz hali kutib turibmizmi? Salom do'ndiqcha. Hali imtihon boshlangani yo'q. Xush kelibsizlar qadrli o'quvchilar Speedrunnerlar maktabiga. Bugungi tushunmadim. Men kecha seni shu yerda ko'rmaganmidim? Lekin men qayta qabul qilindim. Iltimos, yana menga imkon bering. Bu yerda qandaydir tushunmovchilik bo'lgan. Mayli. Xo'sh o'quvchilar, sizlarning bugungi imtihoningiz 5 daqiqa ichida portal qurishingiz kerak. Agar imtihondan o'tsangiz, sizlar abituriyent bo'lasizlar. Xudoga shukr, mana bo'ldi. Mana endi o'zimni ko'rsatish vaqti keldi. Men sizlarga portal qurishingiz uchun barcha buyumlarni topshiraman. Agar portal qurishni bilmasangiz, tezda meni oldimga kelinglar. Men shu zahotiyoq sizlarni maktabdan haydayman. Chunki yaqinda bir o'quvchimiz 12 soat ichida portal qurdi. U meni haqimda gapiryapti. Meni hammani oldida izza qilish shart emas. Va nihoyat speedrunnerlar imtihoni boshlandi. Bizning har birimizga chelak va olov berishdi. Xo'sh do'stlar, endi portalni qanday qilib quramiz? Axir bizda olmos ham yo'q. Shoshma, menda bir g'oya keldi. Biz har birimiz olmos olib, olmosli kirka tayyorlasak bo'ladi. Meni gapimga quloq solmasdan bu ikkovlari bir chelakdan suv olishni boshlashdi va bloklarni birin-ketin sindira boshlashdi. Men speedrunnerlar qanday ish qilishini bilmayman. Shuning uchun bular nima ish qilayotganini men tushunmas edim.
Oy, bizning 5 daqiqa vaqtimiz bor, lekin bizda olmoslik kirka hali ham yo'q. Balkim bo'ladigan ishni qilarmiz. Oshna, yer osti dunyosini portalni qurish uchun bizga kirka kerak emas, buni bilasan-ku. Jin ursin, yer osti dunyosiga tushadigan portalni qurish uchun bir chelak suv kerak ekan xolos. U bir chelak vulqonni olib suvga quyapti. Shunday qilib obsidian qoldiqlarini olyapti. Mana bir necha soniya portal tayyor. Zavqa degan o'yinchi portalni 1 daqiqa ichida qurdi. Menda esa buni qurish uchun 12 soat vaqt ketgan edi. Jumagul degan o'yinchi esa zavqini qilgan ishini bajardi. Keyin esa ularning ortidan men ham qurishni boshladim. Men oxirgi obsidianni qo'yib ishimni uddaladim. Menimcha men imtihondan o'tdim deb o'ylayman. Olmoslik darajali o'yinchi bizni imtihondan o'tganimiz uchun tabrikladi. Ha, aytgancha, uning ismi Bobomurod ekan. Demak, men Zavqi va Jumagul speedrunnerlar maktabiga qabul qilindikmi? Va nihoyat men dunyodagi eng tez speedrunner bo'lish imkoniyati tug'ildi. Ya'ni speedrunnerlar tilida aytganda, nazariyat darajasigacha olg'a. Har bir o'quvchi burchak darajasini bajarish kerak ekan. Burchak darajasi bu eng oson daraja ekan. U yer eng yalqov o'yinchilarning darajasi ekan. Xullas, men buyuk speedrunner bo'lishim uchun hali ancha darajalardan o'tishim kerak. Biz Bobomurodning orqasidan maktabga kira boshladik. Vo, mana shu ekanda speedrunnerlar maktabi. Maktabning maydonida kvadrat joylashgan. Bu yerdagi speedrunner o'quvchilar bir-biriga taqlid qiladi shekilli. Ularning darajasi ko'tarildimi yoki pasaydimi bo'lim bo'lish uchun bu sening yashab turgan darajangga bog'liq ekan. Mana bu men turadigan yotoqxona. Bu yangi kelgan speedrunnerlar yotoqxonasi ekan. Bu yer ko'mir darajasi. Seni bu yer bilan tanishtiraman. Bu ko'mir darajasi deb nomlanadi. Darslar ertadan boshlanadi. Xullas, bu bizning xonamiz. 5 ta ajoyib speedrunnerlar. Zavqa, Jumagul, Nayzangul va Sivit. Menimcha ular maktabdagi eng yalqov speedrunnerlar. Mana bu speedrunnerlar maktabidagi men dam oladigan xona. Har bir o'yinchining o'zini nomi tushirilgan nishon bo'lar ekan. Ajdarho Kirayni mag'lub qilgani uchun. Menda hali bunday nishon yo'q, chunki men hali bu darajagacha ko'tarilganim yo'q. O'ylaymanki, bunday imkoniyat menda ham paydo bo'ladi. Xo'sh, ertadan darslik boshlanadi. Men hali dunyodagi eng buyuk speedrunner bo'laman. Birinchi kun boshlandi. Xo'sh, bizning bugungi rejamiz qanday ekan? To'g'risini aytsam, men speedrunnerlar maydoniga borishni xohlayman. Mening nishonimda 0 belgisi turibdi. Bu maktabdagi eng past daraja degani. Zavq va Jumagulda ham shunday daraja yozilgan. Demak, biz oxirgi o'rindamiz. Voy, tushunmadim. Ular qayerga g'oyib bo'lgan? Barcha o'quvchilar mashg'ulot qilishga ketishgan. Tushunmadim. Mashg'ulotga dedingmi? Ha, dars boshlanganiga 5 daqiqa bo'ldi. Nima, jadvalni ko'rmaganmiding? Yo'q, u qayerda edi? Axir u seni sandig'ingda edi-ku. Bo'ldi, yo'qol, men uxlab olishim kerak. Hoy, nimaga meni hech kim uyg'otmadi? Jin ursin, men birinchi kundan kech qolyapman. Men borib javonni ochib ko'rsam, bir bo'lak go'sht bilan kitob turgan ekan. Xo'sh, bugungi darslik. Ertalab 9 da tezlik xonasidan o'tish. Obo, mana endi uni topishim kerak. Yaxshi hamki men xonadan chiqishim bilan meni tezlik hissiyotlarim uyg'ondi. Agar men tezroq yugurib boradigan bo'lsam, birinchi kundan darslikdan kech qolmayman. Men yotoqxonadan chiqishim bilan temir darajasi bor ikkita speedrunnerlar meni yo'limni to'sib qo'yishdi. Agar do'stlarim bo'lganda edi, bunga yo'l qo'yishmagan bo'lardi. Yaxshi hamki meni anchagina tajribam bor edi. Men tezda barglar ustidan parkur qila boshladim. Birinchi kun darslikdan kech qolmaslik uchun. Oxirgi sakrashni balandligini oldindan bilmaganim uchun bir necha soniyaga kechikdim. Jin ursin, agar men bu sakrashni amalga oshira olmasam, bu men uchun tamom degani. Lekin Sivit hali ham uxlabdi. Demak, men darsga oxirgi bo'lib bormayapman. Speedrunnerlar maktabiga birinchi kundan kech qolib borish bu speedrunnerlarga to'g'ri kelmasa kerak. Men xonaga, ya'ni auditoriyaga kirishim bilan mening do'stlarim bir joyda qotib turishgan edi. Xullas, bugungi darslik suv haqida ekan. Suvning ustidan qanday qilib speedrunnerlar sakrashi, xullas shunga o'xshagan narsalar. Lekin aynan menga mana shu kerak edi. Xullas, speedrunnerlar qanday ishlashini men hali bilmayman. Sen 5 daqiqa kech qolding. Buning uchun qandaydir bir sabablar bormi? Bilasizmi, men bu yerga yangi kelganlardanman. Men o'ylabmanki, bizning sinfimizdagi eng yalqov Sivit deb. Demak, adashgan ekanman. Bo'pti, mayli, o'tir. Jin ursin, axir Sivit uxlab yotgan edi-ku. Shoshma, mendan oldin qanday qilib bu yerga kelding? Oddiy sekingina yurib keldim. O'tirish uchun stulni qayerdan olaman? Ikkita yog'ochni olib o'zingga stul tayyorla, la'nati. Jin ursin, birinchi darslik mana shu ekanda, ikkita yog'och olib stul yasash. O'zi speedrunnerlar verstak va tayoq olishadi. Men shunchaki yog'ochdan stul yasadim. Ha, mayli, kechikib bo'lsa ham darslikka yetib keldim. Mana endi ko'ramiz, speedrunnerlarning birinchi darsligi qanday bo'ladi. Diqqat bilan eshitinglar o'quvchilar. Birinchi navbatda speedrunnerlarga ovqat, temir instrumentlar va kravat kerak bo'ladi. Speedrunner bo'lish uchun birinchi navbatda senga ko'proq temir kerak ekan. Bularni bajarganingdan keyin senga chelak kerak bo'ladi. Chunki yana bir portal qurishing kerak. So'ngra esa sen bastionga borib, pinglinlar bilan tillolarni nimagadir almashtirishing kerak. Ya'ni qimmatbaho buyumlarga. Ya'ni olovdan saqlanuvchi damlama va obsidian. Keyin esa yer osti dunyosiga borib, olovli tayoqchalarni tosh bilan birlashtirasan. Keyin esa bularni to'plab portalga borib joylashtirasan. So'ngra esa kravat orqali ajdarho Kirayni mag'lub qilasan. Ha, mana nima uchun speedrunnerlarga kravat kerak ekan. Ajdarho Kirayni kim mag'lub qilgan qo'lini ko'tarsin. Barakalla, barakalla. Shoshma, seni qo'ling nima uchun ko'tarilmagan? Men hali ajdarho Kirayni mag'lub qilganim yo'q. Tushunmadim, biron marta ham mag'lub qilganing yo'qmi? Hattoki kamondan ham otganing yo'qmi? Men mana shularni o'rganish uchun bu yerga turibman.
Yo xudoyim, zudlik bilan meni xonamda tark et. Bu speedrunnerlar darsligi Minecraft uchun emas. Nima? Esingiz joyidami? Mana speedrunnerlar maktabidagi birinchi darslik rasvo bo'ldi. Mayli, ko'raylikchi keyingi rejamiz qanday. Keyingi darslik yer osti dunyosiga portal qurish ekan. Menimcha men buni uddalasam kerak. Men keyingi xonaga kirishim bilan xonaning burchaklariga vulqon bor ekan. Har bir sinfdoshlarimda o'zlarining joylashgan vulqonlari bor ekan. Tushunmadim, men o'zi sinfdan haydalgan bo'lsam, yana qanday qilib oxiriga keldim? Mayli, men o'zimga bir joy tanlab o'tiraman. Obbo, yana meni kechikkanimni gapirsalar kerak. Birinchi kundan kech qolish yaxshi emas. Ha, uzr. Men bu yerda nimalar bo'lyapti tushunmayapman. Bu speedrunnerlar akademiyasi. Bu yerda sen eng tez o'quvchilardan biri bo'lishing kerak. Tushunmadim, Sivit sen nima qilyapsan? Seni hali bundan foydalanishga haqqing yo'q. Men sen uchun ajoyib joy topib qo'yganman. Xonaning burchagiga bor. Tushunmadim, uni nima uchun uzoqlashtirishdi? Sivitning portali uchun. Qanaqa Sivitning portali? Chunki u biron marta portalni to'g'ri qurmagan. Mana shuning uchun portal qurishdan bosh tortyapti. Agar u maqtanchoq bo'lmaganda edi, hozir u maktabdagi eng sekin o'quvchilardan biri bo'lmagan bo'lardi. Shoshma, Sivit menga aytgan ediki, eng sekin o'quvchi bo'lmayman deb. Nima, sen sinfdan sinfga qolgan o'quvchiga ishonyapsanmi? Masalan, men tezlik bo'yicha 2-o'rindaman. Menimcha sen birinchi bo'lmoqchisan, lekin raqamlar aldamaydi. Mening tezligim unikidan bir necha soniya tezroq. Lekin Sivit bir tarafdan to'g'ri aytgan ekan. U eng sekin o'quvchilarning ikkinchisi ekan. Uning qo'ygan natijasi 2 soat ekan. Nayzangulniki esa 2 soat va 1 soniya ekan. Lekin zavqining yordami bilan men portal qurishga erishdim. Mana shunday qilib men speedrunnerlar maktabiga tushib qoldim. Mana endi portalni to'g'ri qurish uchun buni darslikda o'rganyapman. Demak, speedrunnerlar maktabidagi speedrunnerlar yer ostiga tushadigan portalni 5 daqiqadan ham kam vaqtda qurishi kerak ekan. Agar men ham eng tez speedrunner bo'lishni xohlasam, faqat o'qish va yana o'qish kerak. Portalni qurish uchun birinchi navbat vulqonga blok qo'yish kerak. Keyin esa suvni quyib, mana shu yo'l bilan 4 ta obsidian bo'lagini olsa bo'ladi. To'g'ri, bu oson. Lekin vulqonga tushib ketmaslik kerak. Nayzangul o'ldimi? Keyin esa 6 ta blokni kerakli joyga qo'yishimiz kerak. Agar buni barchasini to'g'ri bajarsak, blokning tepa qismidan bir chelak suv quysa bo'ladi. Mana shunda oqayotgan suv har joyga tarqalib ketmaydi. Xo'sh, 2 blokni mana bu yerga qo'yamiz, bittasini bu yerga, ikkitasini mana bu yerga. Suvni qo'yamiz. Tayyor. Va nihoyat men speedrunner bo'laman. Quloq solinglar, mana bunday qilib portalni qurib bo'lmaydi. Agar Sivitga o'xshab quradigan bo'lsangiz, barchasi obsidianga aylanadi. Professor, siz juda ham ko'p gapiryapsiz. Keyingi qiladigan ishimiz vulqonning ustiga portalni joylashtirib chiqishimiz kerak. Domlo Asadov buni bir necha soniyada qildi. Lekin zavqi menga mana bunday qilishni o'rgatgan edi. Juda ham ehtiyotkorlik bilan vulqonni obsidianga aylantirish. Domlo Asadov esa har bir o'quvchining portalni tekshirib chiqa boshladi. Zavqi 5 baho oldi. Jumagul ham 5 baho oldi, lekin Nayzangul o'lib ketdi. Sivit bilan esa hech kimning ishi yo'q. Menikini ham tekshirishdi. Men ham 5 baho oldim. Agar shunday davom etaversang, sen buyuk speedrunner bo'lasan. Rahmat Domlo Asadov. Sen buyuk speedrunner bo'lish uchun juda ham epchil va juda ham tez bo'lishing kerak. Buni bugundan qoldirma, bo'lmasam haydalasan maktabdan. Qo'y bo'ladi Domlo Asadov. Shoshmang, meni haydashadimi? Nima uchun meni haydashadi? Shoshma, senga hech kim aytmaganmidi? Har bir yangi o'quvchi kunning oxirigacha topshiriqni bajarish kerak, bo'lmasam maktabdan haydaladi. Menimcha men speedrunnerlar maydoniga borib speedrunnerlik qilishim kerak. Agar topshiriqni bajara olmasam, men maktabdan haydalaman. Mana shunda boshqa hech kim meni maktabga taklif qilmaydi. Men umrim davomida biron marta speedrunnerlik qilmaganman. Mana endi ozgina darslik olib, keyin esa ishga kirishsam ham bo'ladi. Bu meni oxirgi imkoniyatim. Xo'sh, keyingi topshiriq qo'rg'on va bastion ekan. Men birinchi marta darslikka kechikmasdan keldim. Chunki hali eshiklar ochilmagan edi. Hoy do'stlar, bu yerda nima bo'lishini sizlar bilasizlarmi? U yerda xavf-xatar ko'p, shuning uchun eshiklarni berkitib qo'yishgan. Bu topshiriqdan faqatgina haqiqiy speedrunner o'ta oladi. Sivit, sen buni bilmaysan. Chunki sen har kuni o'lib tirilasan. Sen bu maktabdagi eng qoloq o'quvchilardan birisan. Lekin men sendan 1 soniyaga tezroqman. Qadrli o'quvchilar, xush kelibsizlar speedrunnerlar darsligiga. Bu sizlar ko'radigan eng qiyin darslik bastion va qo'rg'on haqida bo'ladi. Sizlarni bitta-bitta kirgizamiz. Xo'sh, kimdan boshlaymiz? Ustoz Mavlonov, menda bir savol bor. Siz bizni kuratorimiz bo'lasizmi? Chunki sizning darajangiz zumradli ekan. Meni kechirasiz-ku, lekin bizni darajasi olmoslik yoki bo'lmasam nazoratli o'qituvchi o'qitsin. To'g'ri, meni darajam boshqalardan ko'ra past bo'lishi mumkin, lekin aql darajam bir xil. Men ham Sivitning gapiga qo'shilaman. Bizni haqiqiy speedrunner o'qituvchisi o'qitsin. Siz uchovingiz orqada o'tirib, bularning mashg'ulotini kuzatishingiz mumkin. Qani marhamat. Qoyil, birinchi men bo'lamanmi? O'zingizni bo'sh qo'yib, meni kuzating. Jinorson, ichkarida nima bo'lganini bilmayman, lekin Sivit yonib chiqib bizning ko'z oldimizda o'ldi. Jinorson, nimalar bo'lyapti? Yo'q, xudoyim. Bu odatiy hol, e'tibor berma. Nayzangulni esa bir necha soniyalar ichida piglinga o'xshagan maxluq quvib ketdi. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Uning ahvoli yaxshi bo'larmikin? Menimcha har biriga har xil topshiriq berilsa kerak. Bugungi mening darsligim harakatlanish ekan. Men xonaga kirishim bilan ustoz Mallayev 3 ta buyum uloqtirdi. Temir kirka, tillodan bo'lgan oyoq kiyim va tosh.
Biz bugungi darslikda bastionni o'rgandik. Bu eng qiyin tezlik darajalaridan biri ekan. Bu yerdagi eng xavfli mavjudotlar piglinlar ekan. Agar senda tillolik zirhli kiyim yo'qmi, piglinlar senga tashlanar ekan. Menda tillodan bo'lgan oyoq kiyim bor ekan, hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Agar piglinlar bilan savdo-sotiq qilmoqchi bo'lsang, buning uchun tillodan bo'lgan bloklarni olishing kerak. Seni tillodan bo'lgan oyoq kiyiming bo'lgani bilan baribir piglinlar senga jahl qiladi. Shuning uchun juda ham tez harakat qilishing kerak. Tillodan bo'lgan bloklarni olishing bilan ular bilan savdo-sotiq qilsang bo'ladi. Mana shunda ulardan tezlik uchun eng kerakli buyumlarni olasan. Mana shunda olovdan saqlanadigan damlamani olgandan so'ng, yana obsidian va kray ko'zlarni olgandan so'ng bastionni tark etsang bo'ladi. Agar qurituvchi bilan jang qilishingga to'g'ri keladigan bo'lsa, senda deyarli zirhli kiyim bo'lmaydi. Chunki sen juda ham tez harakat qilishing kerak. Bastiondan olgan olovdan saqlanuvchi damlama bilan sen bemalol qurituvchini yengishing mumkin. Mana endi hammasi men uchun oson bo'ladi. Men olovli tayoqchalar bilan kray ko'zlarni yasayman. Men 5 baho olishim mumkin edi agar mening damlamam tugab qolmaganda. Xo'sh, shunday qilib bu mening oxirgi darsligim. Men buni ancha kutgan edim. Ajdarxoni mag'lub qilish darsligi. Men hech qachon Ender ajdarxosini mag'lub qilmagan edim, shuning uchun menga bu darslik kerak. Tushunmadim, o'qituvchi qayerda? Men oxirgi marta bu darslikdan o'tganimda bizni hech qanday professor kutmagan edi. Do'stlar, menimcha bizning professor mana shu itvatcha bo'lsa kerak. Tushunmadim, speedrunner itmi? Shoshmanglar, ularda speedrunner qiladigan itlar ham bormi? Shoshmanglar, meni miyamga sig'mayaptimi yoki meni tomim ketyaptimi? Bu it speedrunnermi? Do'stlar, menimcha bu itning darajasi bizning darajamizdan 10 barobar yuqori bo'lsa kerak. Biz tushunmayapmiz, bizning professor qayerga g'oyib bo'ldi? O'zi bizning kuratorimiz bormi yoki yo'qmi? Lekin bu darslikda bu ajdarxoni mag'lub qilishimiz kerak. Xo'sh, darslik boshlandi, lekin men ajdarxoni qanday qilib o'ldirishni o'ylayapman. Bizning kuratorimiz yo'qmi? Demak, kurator men bo'laman. Men bu ajdarxo krayni ko'p marotaba o'ldirganman, shuning uchun bilaman nima qilishni. Quloq sol. Agar maydonga kravat qo'yib unga yotadigan bo'lsang, u portlab ketadi. Vo, la'nati. Men bilardim u speedrunnerlar ichida yalqov ekanligini. Mayli, men bu darslikni o'zimni zimmamga olaman. Sivit, sen bunga ishonching komilmi? Men bir chetroqdan o'tirib kuzataman. Buni ko'pchilik bilmaydi. Portlash yostiqning oldidan bo'ladi. Xullas oshni qarab tur qanday bo'lishini. Yo'q xudoyim. Jinorson, bizning oldimizga kelgan it haqiqatan ham bizning o'qituvchimiz shekilli. Men ko'rdim, u ajdarxoning tagiga kravatlarni qo'yib uni portlatyapti. Mana shunday qilib speedrunnerlar bir necha soniyalar ichida ajdarxoni mag'lub qilishadi. Men itning maslahatlariga quloq solgan holda ajdarxoning tagiga kravat qo'yib uni portlatishni boshladim. Bu haqiqatan ham ish berib, men ajdarxoni jonini olishni boshladim. Bir nechta kravatlardan so'ng va nihoyat men Ender ajdarxosini mag'lub qildim. Lekin men speedrunnerlar uchun nimalar kerak ekanligini bilib oldim. Mana endi men speedrunnerlar maktabiga qolishim uchun nimanidir isbotlay olaman. Men barchasini uddalayman. Shunday qilib men birinchi o'z nishonimni oldim. Qani baholarni ko'raylikchi. Speedrunnerlardan 4, qurilishdan 3, bastiondan esa 5. Qoyil. Jinorson, professor it menga 5 baho qo'ygan ekan. Axir men Ender ajdarxosini mag'lub qildim. To'g'risini aytsam, speedrunnerlar maktabida mening kunim yaxshi boshlandi. Lekin bir savol, men bu maktabda qola olarmikinman? Biz bu yerdagi har bir o'quvchilar speedrun darsidan o'tishimiz kerak. Agar biz haqiqiy Ender ajdarxosini mag'lub qiladigan bo'lsak, biz maktabda qolamiz. Agar Ender ajdarxosini juda ham tez mag'lub qilsak, bizning darajamiz temir darajasi bo'ladi. Axir men bu yerga shuning uchun kelganman. Men dunyodagi eng tez speedrunner bo'lmoqchiman. Nayzangul maydonga birinchi bo'lib chiqdi. Ender ajdarxosini 1 soat 59 daqiqada o'ldirdi. Bu Sivit qo'ygan rekorddan 1 soniya tezroq edi. Bu Sivit yangi rekord qo'ydi-ku. Bu oldingidan ko'ra 1 sekund tezroq. Jumagul va Zavq esa bular 37 va 45 daqiqada mag'lub qilishdi va temir darajaga ega bo'lishdi. Mana endi navbat menga keldi. Men maydonga chiqishdan oldin soat oldim. Men soatga qarab qanchalik tezroq o'tayotganimni aniqlay olaman. Agar sekinlashayotgan bo'lsam, soatga qarab yanada tezlashaman. Agar juda ham tezlashib ketsam, harakat qilaman ehtiyotkor bo'lishga. Chunki men maktabdan haydalishni xohlamayman. Men qolgan o'quvchilardan ko'ra yanada tezroq o'tishim kerak. Men arenaga chiqishim bilan vaqt ketdi. Agar men ajdarxo krayni mag'lub qilmasdan o'lib qoladigan bo'lsam, men speedrunnerlar maktabidan butunlayga haydalaman. Agar uddalasam, darajam temir bo'ladi. Men o'zimga ishonaman, chunki men darslikdan juda ham tez o'tgan edim. Meni ko'nglim sezyapti. Men ajdarxo krayni mag'lub qilaman. Chunki meni hissiyotlarim meni to'g'ri yo'lga boshlayapti. Birinchi bo'lib men temirchini uyga kelib o'zimga kerakli bo'ladigan buyumlarni oldim. Mana endi yer osti dunyosiga tushish oson bo'ladi. Menga kerak bo'ladi ovqat, tosh va olov. Keyin esa vulqonlik basseyn. Axir men qurilish darsidan 4 olgan edim. Bu mening uchun oson bo'ladi. Portalni qurib olganimdan so'ng men bastionga borib kerakli buyumlarni olaman. So'ngra menga kerak bo'ladi kray ko'zlari va olovdan himoya qiluvchi damlama. Men uni ichib olovdan o'zimni himoya qilaman. Men olovli tayoqchalarni olganimdan so'ng kray ko'zlarni tayyorlayman. Mana shunda qo'rg'on tomon olg'a. So'ngra men soatga bir qaradim, hali 14 daqiqa vaqtim bor ekan. Demak, meni temir darajasigacha ko'tarib olishim uchun hali imkoniyatim bor. Mana endi men krayga borib Ender ajdarxosini mag'lub qilaman.
Ajdarho maydonga tushishi bilan men tayyor bo'laman. So'ngra kravatlarni joylashtirib, uni mag'lub qilaman. Mana shunda men speedrunnerlar maktabida qolaman.